Kappa aparat 6. Bu narsa Damas Palos pachiniga chiqargani вообще ideal, zo'r variant. Bu narsa qanaqa chiqariladi? Bu narsa o'zi aslida mana bunaqa Palos bo'ladi. Palos pachinigini hozirgi ustalar ko'pchiligi urib, yanchib, bolalar ziyon qilib, anchagina qiyinchilik bilan chiqadi, kesib chiqariladi. Undan ko'ra sizga xuddi shunaqa press vazifasini bajaradigan syomni tayinlab qo'ydim. Bu narsa nimaga kerak? Mana bunaqa katta press olgani sharoit yo'q. Hozir ko'pchilikda bilasizlar, yangi ustalar o'shalarning o'rniga mana shu narsani ishlasanglar bo'ladi. Hamma yo'lda birga bir chiqarib beradi. Siz videoga like bosib ustalarga jo'natib turing. Sizga qanaqa qilib chiqarishni ko'rsatib o'taman. Bu narsa olinganiga 8 yil, 10 yil bo'ldi. To'g'rirog'i bir qadrdon akamiz bizga hadya qilib yasab bergan bu narsani. Joni sog' bo'lsin. Endi kimda qanaqa bor, nechta pulga bor bilmayman. Buni ishlashni birga ko'rib chiqamiz. Prestoniga xuddi shunaqa teskiydan qisib olasizlar. Hop, mana bu tomoni ochiladi. Mana bu tomonda rezasi bor. Hop, endi qaranglar. Ochamiz. Ikkiga bo'linadi. Palos solinadi. Palos solinganda mana shu yarim oy tushadi. Tushdi. Endi orqasidan mana shu kosasini solamiz. Palosimiz tayyor. Mana shu holatda orqasi qatiriladi. Palos orqasi itarildi. Endi o'zining maxsus apparati bor. Qo'yiladi. Endi buni bitta turbada qatirib olamiz. Mana chiqdi. Ko'rib turibsizlar, hech qanaqa qiyinchiliksiz. Palos o'zi mana bu joyini ochasizlar. Bu yoqda pachiniga turadi. Ideal darajada, hech qanaqa joyi yo'q. Hech qanaqa ziyon qilmagan, ko'rib turibsizlar, hamma yo'q joy-joyida. Palosimiz ham joy-joyida, hech qanaqa ziyon bo'lmagan. Bemalol shuni chiqarib, agarda mana bu albom yaxshi bo'lsa, o'zini qaytarib bemalol qoqib yuborsalaring bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, hamma yo'q joy-joyida, umuman muammosi yo'q. Bemalol bu narsani ishlatsa, to'kirlaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol yasatsalaring bo'ladi. Qanaqadir pachimlikda albomani kesib, sindirib, shoyitlargacha qiyinchilik kelgizib, ag'baqlaring suturishga shashirib, unaqa narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa ideal darajada chiqadi. Buni ishlatib bo'lgandan keyin xuddi shunaqa yana joy-joyiga yig'ib qo'yasizlar. Bir chekkada turadi. Unaqa katta joy egallamaydi. Mana shu holatda bo'ladi. Bu tomonda rezervasi baquvvat bo'ladi. Xuddi shu stilda bemalol chiqarsa bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, ustakalarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan ham qiziq videolar hali oldinda Auto Center yopib qo'yasizlar.